sizlar uchun, sizlarning baxtingiz uchun, sizlarning yorug' kelajagingiz uchun xizmat qilaman. Jonimni ham berishga tayyorman. Samarqandda Ulug'bek ko'z yoshiga cho'mdim men. Lavhul mahfuzni o'ylab, haq amriga ko'ndim men. Yer usti boyliklarin tortar ekan yer osti, Xizr yoniga nodir xazinamni ko'mdim men. Yana tonglar otib kun kulgaymi, kulmagaymi, kimni boy berdi dunyo, bilgaymi, bilmagaymi, sayyoralar 100 yilda yozarkan bir dasturxon, bunday mehmon 1000 yilda kelgaymi, kelmagaymi. Registon maydonida tush ko'rgandek yurdim men. Uyg'onay deb yuzimga ko'z yoshdan suv urdim men. Shohizinda yonida farishtadek oqsoqol, yetim qoldim otamlab bo'zlaganin ko'rdim men. Shirin jonin bug'doydek yerga sochgan otama, ma'naviyat durlarin dilga sochgan otama, so'nggi nafasigacha yurtim deb yongan olov, umrini harjlab elga sochgan otama. Yig'lasang ham mung'ayma, g'anim xandon bo'lmasin. O'zingni yig', bardam bo'l, qadding kamon bo'lmasin. To'n kiyib bel bog'lasa, kurashga kirgay o'zbek. O'zbekiston jigarim, ko'ngling yomon bo'lmasin. Chaqmoqdek musibatga tog'u toshdek bardosh bor. Yelkanga boshin qo'ygan qavmi inson qardosh bor. Otaning g'oyalari qoyalardek mangulik, she'ri mardga munosib arslon panja izdosh bor. Bu hayot abadiydir, jilg'a soyiga yetdi. Jannat barpo etgan zot jannat joyiga ketdi. O'zi bizga qaytargan daholarning yoniga, buyuk sohib qironning qurultoyiga ketdi. Aziz do'stlar, ota-bobolarimizdan qolgan qutlug' qadam haqidagi naql borki, hozir shuni eslatishni o'rinli deb bilaman. Ya'ni el yurtimiz yangi kelgan inson, u rahbar yoki mehmon bo'ladimi? Uning kelishi va qadam bosishini aynan shu nuqtai nazardan baholaydi. Haqiqatdan ham rahbar 1000 bor tajribali, 1000 bor aqlli va o'ta kuchli bo'lishi mumkin, lekin qadami qutlug' bo'lmasa, omadi kelmasa ish yurishmaydi. Shavkat Miromonovich Mirziyoyev har tomonlama chuqur bilim va aql zakovatga, keng fikrlash qobiliyati, katta hayot tajribasiga ega bo'lgan, yirik loyihalarni amalga oshirishda talabchan, tashkilotchi va jonkuyar, mas'uliyatli, javobgarlikni o'z zimmasiga oladigan, har qanday vaziyatda ham odamlar bilan dil topishiga qodir bo'lgan el yurtimiz, vatanimiz erishgan marralarni qo'lga kiritishda katta tashkilotchilik va amaliyot tajribasi bilan obro' qozongan. So'zimni yakunlab aytmoqchiman. Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni ham omadini bersin, qadamlar qutlug' bo'lsin. Muhtaram yurtdoshlar, yana bir bor barchangizga Konstitutsiyamiz qabul qilinganligining 24 yilligi muborak bo'lsin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Doimo sog' omon bo'linglar.